Uyghur Türk qarindoshlarım, Yaponiyadagi barliq Uyghur qarindoshlardan sizlarga o'tliq salom. Mening vücudimni menga nima o'xshaydi? Mana shu vücut tepilg'icha boshqa qilib turay. Men oldi bilan bugun shu sahnaga erishganligimni o'zimni aytib baxtli his qilaman. Men Yaponiyaga kelgili 14 yil bo'ldi. 14 yildan beri hamda oliy maktab o'qish jarayonida, keyin shirkat kishilardan tortib hozirgacha o'qishmagan shu sahnalarda boshqa tillar bilan, ya'ni yapon tili bo'lsin, mayli ingliz tili bo'lsin, mayli xanzu tili bo'lsin, qatqa ishlarimni so'zlab kelgan. Men tunji qadim o'zimizning zuvani Uyg'ur tili bilan so'zlashim bugun intan qo'shilyapman. Shunga buningga o'zim shuni tayyorlash jarayonida Muşu özümüzden anlatılmaz, Uyghur koyunuzu bilen muşunu yeziş jarayan özüm hoşulap kettim. Bizden talımızdan başta aşırı kığıl boldukken o dep. Yani şu an muşu benim muş sahneye eriştigen muşu Uyghur akademistiki muş qarindoshlarga bu muş akademini qurulishdan tortib taraqqiyoti bugungacha davomlashtirish jarayonida to'p qo'shgan bizning mush muhtaram o'tirayotgan akillarimiz, hemen Türkiye ismini o'qimaydigan buni qo'llagan cho'qim bir qism akillarimiz qo'llaydi. Shularning qo'llashi anken bo'pmi mushuni oxirgacha davomlashtirayotgan akademikda birdan bir xizmat qilib kelgan hozirgacha men bilgan Abdulla Turan deymiz, uningdagi Abdulhamid apandim ham mush oqsaplarda mush to'xtamay oqsaplik o'zini fido qilgan qarindoshlarimiz alayhi rahmat aytaman. Endi bu 2 yilning oldida Yaponiyadan 8 qarindoshimiz mushig'in kelgandi. Men shulardan anglab nay ta'sirlangandim. Yaponiyadagi 8 qarindoshimizning ko'pisi mush doktorliklarni shug'ullangan. Endi Yaponiya aslında tabipen dövleti bu. Aslında ictimai fen o'qiyotgan bolalar yo'q deylik desam bo'ladi. Balki bo'lsa men o'qimasligim mumkin. Tabipen o'qigan bolalar. Ulardagi intan xo'sh olgan ish nima desa, o'zimizning shu ana tilimizda murakkab hozirgi tabipen atalg'ularini ifodalab, ravon xalqimizga ifoda bo'ldi ekan-ku degan bular intan bu xo'shallik. İkincisi Türkiye'ye gelip özümüzden anujutluq kelganda his qildik. Türkiye Uyghur qarindoshlar bak yaxshi kutib oldi, nayt qizg'in. Xuddi o'zimizning vatanni qanday his qildik deb nayt xo'shib ketdi. Shundan keyin bular daral g'ayrat kelib, mushni biz ham Yapondan kengaytaylik degan iroda bilan ham u yer daral shu bizga maslahat soldi, bir qancha bolalar mushdan qo'shilib, bular daral boshladi. Boshlab birinchi qatim qilgan chaqda 50 ta odam yig'ilib ketgan, o'sha qatnashmagan komandir qilib. İkinci qatim bo'lgan chaqda men buni qatnashdim. Endi shu keyingi shu magister, doktor undan olgan mush insonlarimizni rag'batlantiraylik deb shirkat ishlayotgan bolalarni bizim qo'shilaylik buning deb ikkinchi qatimda buni nima qildik? Masalan, rasmiy bu og'ash kelgan. Mana bu ikkinchi qatimliq shu Yaponiyadagi shu Uyg'ur akademiyasi yig'inining ikkinchi rasmiy ko'rinishida bu. Bunu köp kısmı şu tuncu qatim belki chiroyli ko'rgan bo'lishlar mumkin bir şey kelgan bolarim bor. Bular shuni qo'llab, undan keyin ikkinchi qatim nayt yaxshi bo'ldi. Qatnashgan odam soni 100 ga yaqinlashib ketdi shu Yaponiyada. Buncha jiq odam bo'lmasa belki 100 ni oshganda bugun shuncha jiq bolalar qatnashdi. Bu yer biz intayin ta'sir qilgan shu xanzu til o'qiyotgan insonlarimizning tirishchilik ifodalamoqchi. Ana degan bu jarayonda chiqish emasga qo'y. Yaponiya hamda bu tabipen dövleti. Bir gap aytgan chaqda natijani e'tirof qilgan davlat. Bugun araliqda tushdim buni qilmaliksan aralash jarayonida, anglash jarayonida mush ijtimoiy fan sohasiga bir qismlarni yaxshi temlarni angladim. Uyg'ur tilida qanday qilish to'g'riliq, o'tul mush gaplarda. Mush rahmat. Şu an gibini ahını kılıversem, bu tabipen dövleti, bu asen neticeni itiraf kılıdı birinciden. Jığılla az buludu, adet şirketler asla pek uzun jığını içip kesip 12 minut, 5 minutla tügeydi. Netice ilan işini tügütümüz. Anadikim bu, deyimiz, gepni qısıq qilish, meyğizlik qilish, ikinci ilim ehmidi hürmetleş, bunların aynen sup ketken. Muşu azı Uyg'urlardı mı, bara muş adetler sınıp, muş vaqt qarash, qarşı tarafning narsini hurmatlash, tushunib kendim sual qilish, ona degan ashlarni bo'z amal qilib shu bir xil kasb yiqilishgan bo'lsa, hamkorlashish bek muhimchi tuyg'usi. Hamkorlasak unda ikkimiz birlashib qanday ish qilib bo'ldi degan mush tuyg'a bara yaponlarning Uyg'urlarimiz yuqib, o'zaro qo'llash bir-birini bir ish qilish ideyasi kuchli. Bugun men anglab nayt xo'sh bo'ldim. Nayt yaxshi temlar keldi. Men uchun bir o'g'inish bo'ldi. Menga eng ta'sir qilgan shu bolalarimiz hamda keyin mush til qanday kutaydi degan masala. Şu hazır bizim şeyde Uyghur antilimiz bilan bir chiroyli o'tirib o'zimizning zuvani uqtiryapmiz.
yoshlarimizni keyin bolalarimizni qanday olib ketadi degan bu intayin muhim masalani hammamiz o'tirib his qilyapmiz. Mush tillarla bolalarimiz keyin qila oladimi degan narsa. Shu men bu siyosat bo'yicha bilimim yo'q, adabiyot jihatdan bilimim yo'q. Mening o'zimning o'ylayganim bir og'iz yig'incha qilsam, hamisha men o'zimni boshlab baqsam deb o'ylayman. Men o'zim shu o'zim qilib baqsam, o'zim oilamni qilib baqsam, hammamiz qilib baqsak, unga qanday olib ketadi degan taklifim bermoqchi. Rahmat. Meniki bugun so'zlagan temam shu Mitsubishi shirkatining bexatarlik sistemasi degan temani so'zlamoqchi. Uyg'ur akademiyasining aniqlamasini men tushunchimcha bu Uyg'ur akademiyasiga bu noit isil til bu. Uyg'urlarning akademik tunji qilib anglashimcha bu. Demak, Uyg'ur ziyolilari o'zining tadqiqot mevzusini o'zining ana tili bilan o'z xalqiga ifodalaydi degan gapda tushunaman. Shu boshqa mayli mening qilayotgan ishimni ko'p qismi qarindoshlarim balki bilmasligi mumkin. Lekin ma odam nima ish qilibdi degan narsani o'zim so'zlab bersam degan temani qilmoqchi. Shuni balki tushunmay qolishingiz mumkin, qiziqmasligingiz mumkin. Lekin men o'ylagan bir sizlar uchun bir foydali bo'lib qolsin demoqchi. Azroq bo'lsa-mu foydalanish qimmat bo'lib qolsa men intan xushal. Shuni sal men gapni atrofliq tushundirmoqchi. Oldi bilan shu Mitsubishi o'zim qisqa tarixni o'tib ketay. Bu bexatarlik sistemasi degan zoti qanday narsa degan chog'da bu taraqqan davlatlarda intayin hozir e'tibor beryapti. Buning sababi hozir shu hammamiz bilyapmiz, dunyo tinch emas, to'xtamagan voqealar chiqyapti. Demak, mushta bo'lgandan keyin albatta buningga bexatarlik ko'ngil bo'ladi. Undan boshqa xalqaro iqtisod umumizlik tuvanlayapti. Iqtisod tuvanligidan keyin qat'iy mas'ul chiqarmaslik. Hozir pulni ishlab chiqarishni o'stirish, chiqib tepish emas. Hozirgi o'rnini qanday saqlab qilish bilan bir qism ziyonni chiqarib yetib, bo'lsa burunqi foydani azroq ko'tarish. Mushjat az taraqqan davlatlarning qalasiga kelyapti. Chunki ular to'xtadi biriga berib. Bu bir sabab bo'ladi. Unga har xil ofatlar. Andikim Yaponiyada xabarlar va cho'ng yetaverdi. Bu yetaverishdan keyin biz shu vaqt Yaponiyada bavaqlarimiz butun Yapon shirkati unga bexatarlik sistemasiga pek ko'ngil bo'ldi. Hozir to'xtamay her türlü çoğu şirketler hazır, naide bes bilen bu sistemlerini yasavatıdı. Ondan bütün cemiyet mi, halk mı bunlar itibar veriyordu. Hem Yaponiya yüksek derecede özünün halkının turmuşu köngül bulgan devlet, halkının turmuşu birinci orun koyulgan bolgan diken, bu hazır bu sistemin naide nemi zor hazır, meblağ zor. Bu sistemin turumu intayin çıkıp git bardı. Yani ben özüm şu Mitsubishi şirketi işleyme, bu şirketini ben kısıkın tanışıp ötmekçi. Çünkü etrafında bunun kızıklarla buluşu mümkün. Nimişke deganda bu Mitsubishi shirkatiga bu bir cho'ng bir atalg'i ism. 1893-yili bu Yaponiyada shu vaqtida yapon tili aytgan vaqtida Mitsubishi Zaibatsu deb bir cho'ng bir guruh shakllangan. Ayni vaqtda bu Yaponning butun iqtisodini monopol qilgan 3 cho'ng Jahongir paychakning shirkatining biri hisoblanadi. Ayni vaqtida masalan Yaponiya Rossiya urushi bo'ldi, Jungo bilan Chin sulasi urush qildi, ben nurg'un urushlar jarayonida bu Mitsubishi shirkati butun Yaponning shu kiyim sozlik, po'lat temir aşkısını monopol qilib olgan. Demek bütün harbiy qural, yaraqni hammasini aslida Mitsubishi yasagan. Keyin Ikkinchi dunyo urushida bola Yapon mag'lub bo'lgandan keyin Amerikaliklar majburiy buni parchalab etgan Mitsubishini. Parchalab buni yo'q qilib etdi. 50-yilga kelgan chaqda bular qaytadan yana Mitsubishi guruh bo'lib shakllandi. Endi Yaponlardan bu Mitsubishi emas, har xil savol so'raydi, "Mening mashinam buzilib qoldi, qanday mashina olsam bo'ldi?" deganlar har xilda Mitsubishi mashinasi bilgan ekan. Endi hozir bu men demoqchi bo'lganim bu Yaponiyadagi eng chong bir g'o'rliq guruh bo'lib shakllandi. Bu hozir qanday bo'ldi desa, birisi Mitsubishi savdo shirkati deymiz. Bu hozir eng chong shirkat hisoblanadi. Bu dunyoning hamma yeriga bozorchidir. Mablag' soldi. Eng qudratli shirkatning birisi desak, ikkinchisi Mitsubishi Ig'ir sanoati deymiz. Burun ayni vaqtdagi shu Ig'ir tipdagi qurollar ixtaydi, mush paraxod, mush kran degandek mushtan narsalarni bular yasaydi. Ammo qolsa Mitsubishi elektronoz ishlayotgan shirkat. Bu hamda nima ish qilganda texnik shirkati. Eng oddiy aytgan chog'da boshlang'ich bolalarning qarindoshdan tortib sun'iy amraklar yasaydi. Tadqiqot turi yomon to'la, bunda kelsak pek vaqt sarf bo'lishi mumkin. Bu Mitsubishi elektron guruhining o'zi 57 ming odam bor. Endi Mitsubishi o'zi qo'shsak, o'sha qancha odam men uqmayman bu sonini. Shunday cho'ng demoqchi. Uning aslida Mitsubishi Automobil deymiz, unga Mitsubishi Banks deymiz. Demak, bular bir cho'ng qaytadan guruh bo'lib shakllanib, hozir umumiylik asan o'zaro bir bilan hamkorlashib ishlar qilyapti. Meniki qilayotganim shu Mitsubishi elektron shirkatidagi shu bexatarlik Nikaroku degan shu sistem bo'limida ishildim. Bu yerdagi atalog'ini izohlab bersam, bu Nikaroku degan gap Yaponcha gap. Bu yerda Yaponchani erkin ham tushundi, ablatlar tushundi. Bu Yaponcha endi, izoh. Nika degani o'zi internet kamerasi deb tushunsa, keyindagi Roku degan buni xotirlash degan ma'noda tushunadi. Buni Yaponcha bular Nikaroku deb olgan.
Xudo Şöhratkam ayni vaqtda yasgan maymunning ismini Roku deb qo'yibdi ekan qo'y. U yaponcha Altay degan gap. O'zi shunday qo'yilgan ism deb tushundirdi yapon kengacha adam. Shu bu Nikaroku degan o'zi ham yaponcha gap. Bu mushi bir cho'ng bir bexatarlik sistemasi. Bu sistemni qisqa men yig'inchoq bir tal rasmlarni tushundirsam, qolgan tafsilotni vaqt qarab yana tushundirman. Vaqt yetishmasa bo'l qilishi mumkin. Bu hamda buning qarag'anchig'lar aral qarab tushunasa deb o'ylayman. Shu yuqori qarasak Yaponning xaritasi turdi. Ashuni qaraylik. Onun ichida tarmoq o'lkalar bor. Unga o'lkaga kirgandikilar bir binolar chiqdi, unga uy demoqchida. Demak, hozirgi bu sistemning taraqqiyoti nima bor degan chog'da, butun Yaponiyadagi masalan Mitsubishi bankasi bo'lsa, bankasi bo'lsa, masalan Yaponiyada masalan 400 tarmoq o'rin bo'lsa, hammasini shu bir xaritalarni oldiga qo'yib qo'yib turib, shu ichiga kirib, shu bankadagi shu bo'limning suratini kuzatib bo'ldi demoqchi. Bir gap qancha bunun için qanchalik sistem ketdi degancha zo'r g'olliq bir sistem ketdi. Bunun ichida o'zimizning qilayotgani o'zi ustidagi sandiq turdi, Nikaroku degan shu. Bunun ichiga barliq sistemlar o'rlashtirilgan. Bu atrof kameralar bor, internet sistemimiz bor. Hammasi qurashtirilib bir ishxona o'tirib turib, bir kompyuter orqali demak va shu Yapon davlatidagi har qaysi o'rinlarningki har qaysi o'rinlarning ahvolini kuzatib bo'ldi demoqchi. Balki turayotganlar hammasi shu naq maydondagi nimalar uchurlar hujjatlar saqlanib qolgan hujjatlar mushu bir sistem orqali bu sistemning asli qancha ekanligini bir qarab tushundim deb o'ylayman. Tafsilotini ham tushun demoqchi. Bunday aytganda shu IT sohasida ishlayotgan qarindoshlar buni biladi bu sistemni amma tushundisam. Masalan bu qanday sistema degan chog'da buning ichiga RAID 6 degan bu o'rlashtirilgan. Onda olgandan keyin bu RAID 6 olgandan keyin bunun ichidagi ikki qattiq detal buzilib ketsa-mu, hech qanday buning suratni ko'chirishga daxl qilmaydi. Buzuq holatlar mana chiqarib turib yangi sekin bo'laveradi. Unda boshqa hotspot deymiz. Demak, bu jarayonda bu surat ko'chirgan jarayonda mush to'xtab qolmay turib surat ko'chirgan bo'ldi, almashsaq bo'laveradi. Undan keyin har qaysi ayirib qulplangan, bexatarlik qulplangan. Ondan keyin har bir ko'chirgichning sig'imi 48 terabayt deb qo'ydik. Ya'ni buni qilayotgan shirkatlar Bunisi bizning qilayotganimiz rasm emas, bu bir xilqi. Deymiz harakatchan surat. Bu harakatchan suratlar ig'ir bo'ldi. Shuni 48 saqlagan gap oson emas-da bu. Bo'shimiz qila oladi demak. Mana qarsak, endi buniki yana texnik tafsilotida ko'rib olsak bo'ldi. Qanchalik kameralarni men mana qarab so'zlayman. Odatda birdan Nikaroku bilan biz 64 kamerani bir vaqt suratga olib bo'ldi. O'ylab baxsak, odatda mushu banklar kirsak bo'ldi, nazir naylar qarsak, mushu kamera ko'pib ketdi, najih kameralar bor. Demak 64 kameradan 64 kanal desak, 64 kanalni ayrim o'xshamagan bir shu mushaliq Nikarokuning ichiga o'rin belgilab, shuningga har bir kameraning ashlaq suratini saqlab qo'ygan bo'ldi demakchi. Onda olgan chaqda bir dona shu kompyuter bilan biz hisoblab qolgan chaqda bir dona kompyuter orqali 40 ming to'ming demakchi. 4 ming dona Nikarokuni bir kameraga ulash orqali 4 ming dona Nikarokuga ulangan kamera 64 ko'paysak 20 qancha ko'p bo'lsa 256 ming kamerani demak kompyuterni kuzatgili bo'ldi demakchi. Demak mush Yaponiyadagi abadiy xayrda qarsak, ashya turib shuncha kamerani bilvog'ili bo'ldi demakchi. Naq maydonni kuzatgili bo'ldi demakchi. Yani bizimki bu sistemning yana bir alaylik nima degan chog'da bu tadqiqot yaman cho'ngib ketdi. Bozor saqlar hozir 5 yilni ishib ketdi. Hozir yil-yilga buning nimasini bozorim yaxshi chiqib mening qatnashqidim shu kamera qismi. Bu kamera degan chog'da bu dunyoda hozir kamera yasaydigan 100 dan cho'ng shirkat bor, davlat shirkatlari bor. Onun ichidagi shuning uchun tanlab turib hozirgi shu tuanman yozgan masalan Mitsubishi o'zimizning kamerasi bor, undan keyin Sony deymiz, Toyota deymiz, aksi degan bu Shvetsiyaning eng dangliq kamerasi, dunyoda eng bozor ishtik kameraning birisi bo'ldi. Mushlarniki Panasonic mushu hozir bir qancha xil dangliq shirkatlarning kamerasining uchurlarini bir taraf qila oladi. Ammo aytgan vaqtida Yaponiyaning bir alayligi bor, shu cho'ng shirkatlar hammasi monopol qilib olgan uchun narsalarni, masalan Panasonic bütün narsalarni o'zining narsasini ishlatib sotadi. Masalan, mush kamerani desak, Panasonicning xuddi bu Uyg'urlar buni ishlatgan Lushangji degan bo'lsa,
Mening o'zimning kamerasi bilan o'zimning lojangida ishlasa deb, ash sistemni ayrim o'zi bir xil memolar maxbir shifrlashtirib qilmas qilayotgancha bu ashta bir yillar bo'lgan. Endi buni hozir buzib shirkatlar. Kimning narsa bo'lsa men ishlatalayman deb bozor tepish uchun hozir shuning yuzlandi. Shu bo'yicha biz hamda yalnız Mitsubishi emas, boshqa shirkatlarniki qila olamiz demoqchi. Har xil shirkatlarniki yig'ib hozir shularni qila oladigan sistemni yasab chiqdik deymiz. Shu hozir bozorga selinyapti. Ondan keyin bu sistemdan keyin bir alaylik ham shu Nahmadanni ko'rpasam, har bir kameraniki shu uyda kompyuter o'tirib turib, suratniki cho'ng kichikligini keyin kontrol qilib bo'ldi. Bu suratlar avtomatik almashib turdi. Ondan keyin ekranda ko'rinishlarni har xil tangshigil bo'ladi masalan. Adat kamerani adatda Nahmadan birishining ochdiqda hozir bitlar kompyuter turiblar kamerani uni lensini yiroq yaqin qilgan, kayt qilgan, almashtirib bo'lgan har xil qilib bo'ladi. Yani ondan keyin buna bir alaylık men bir vaqt jadvali bor. Albatta bir shu kamera degan narsa 24 soat olayversa suratni abaman degan niqarga to'shib ketadi. Sig'imchanlik patmaydi. Shu buni qanday qil degan chaqda har bir kameraniki ashuna ishlatish unumi vaqtga qarab tashibsa bo'lmaydi. Demak bu sistemasi bu bizning bu sistemning yana bir alaylık nima degan chaqda yumshoq detallar bilan taraqqanda har bir kameraning soat qancha surat oladi. Masalan, Yapon palanchi kun daminish kuni. Bugün çok adamlar dam oldi, davasını alması gerek degandekde har xil müşte inchga buni layihalagan. Endi bu sistemni bunda bo'lib ketgan. Masalan, boshliq bu adam cho'qon bu sistemniki surat elish, ip bo'lgan suratlarni ko'rish, hatto uni tanglashni qilsam bo'ldi dedi. Ma amalchi ko'sil bo'ldi, u burun suratdan ko'rib qolsinmaydi. Chunki bu sistem intayin muhim o'rinlashtirildi. Saqchi organlari, bosim zavod deymiz. Hükümetin mühim organlarıdır. Demek bu uçur intayin mühim bo'lg'achqa, şu her bir adamning ishitish huquqini inch arab etgan. Ondan ma'lum qilsak, bu bevos saqchi idorasi ham tutib ketgan. Masalan, odatda apartman degandek, odatda bu sistemdan vaqa chiqib qolsa, avtomatik xabar qiladi. Ya ma bu xado yo'llarda masala chiqdi, yo bo'lmasa kamera buzilib qoldi, ya internet buzilib qolsa, shu zaman bevosita shu shirkatning xo'jayini bo'lamda yoki bo'lmasa mas'ul xodimga xat bilan orqali berish mumkin. Undan keyin men bir qizil tishi qurg'ishi bor. Qattiq vaqiraydi. Yana birga bevosita masaqchi idorasi tutishidimi u? Tutishidi. Undan keyin shu vaqtning o'zida masalan apartman degandek har bir kamerani o'qishmagan vaqt bo'yicha tanishdik dedik-ku. Shuni shu voqea chiqqan vaqtida butun kameralar biroqla o'zidan 30 minut oldin suratni qo'shib, yana qo'shib surat oldigan ashundaq tanishigil bo'ladi. Demak, voqea chiqqan bo'lsa, bu voqea qachon chiqqan demak. Aslidagi voqea chiqqan vaqtdan tortib 30 minut oldiga menib, chunki shu biz tanlagan kameralarning o'zining boshqa suratni oldinga ko'chirish qat sistemlashtirib, avval kamerani saqlandan keyin buni saqlandan, undan keyin buni mayda bir server bor. Buni tushiramiz, undan keyin yana qattiqlikdan ko'chiramiz. Mushning hammasi 24 soat to'xtamay avtomatik holda ma'noda. Ma'nodagi uchurlar to'shib ketgancha oyda bir qadam xabar qildi, odam dindan almashtirib qo'ysin bo'ldi-da. Boshqa qat buni uchurlarni qildi. Bu sistem nega ishlatildi ham desam, masalan, men o'zim mas'ul bo'lgan birga Yaponiyaga bir poyezd va bagim olgansizlar. Shinkansen deb qo'ydi, hanuzgacha Shinkansen deydi. Bu intayin tez poyezd, mushning Nagoya, Tokyo, Osaka mishe tutashtirgan yo'llarning o'rnlariga aslida bu sistem o'rnashtirilgan. Men shuni bir qism qatnashgan. Undan keyin Yaponiyaga davlat basma idorasi, davlatlik basma idorasi bu aslida pul basadi. Yapon pulini, markalarini basadi. Mush o'rinlarga mushtaq endi bu intay maxfiyat kishilar shu yerdami o'rnashtirilgan.